Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi mavzu Farg'ona shahar sentrida bo'lyapti. Sendr qoq markazida. Komsomolskiyda uyimiz sotilyapti. Akalar 5 sotik 8 xona uy sotilyapti. Uyimiz to'liq pishqishda bo'lgan. Svet, suv, gazdan вообще muammo yo'q. Kiraveramiz. Qarang, kirganda kattagina darvozaxona bor. Uylari cho'tki tashlash qilingan, tevalari plastik qilingan. Uyda holati akalarim uyda maqtamayman. Agar svet, suv bor, gaz bor, kanalizatsiya bor, sentrda o'zida, sentrga boringki, piyoda 7,5 minutlik yo'l, 7,5 minutlik yo'l piyoda. Lekin mashinada borsangiz 1,5 minutga yetib borasiz. Holati zo'r. Maktab bor, bog'cha bor, klinika bor. Shunday chiqsiz, oldingiz to'liq bozorda. Piyodan bor qo'yasiz degan joy ekan. Uyda qarang endi. Shunaqa uy hammaga nasib qilsin. U qadar ham bizga ham deb sizga ishni boshlaymiz. Darvozaxona qarang, kattagina darvozaxona bor. Kirganingizda to'g'rida ikkita xona bor. Endi batga Xudo xolasa, o'g'lingiz bo'lsa, o'g'ilni uylantirib qo'yasiz. Mana shu yerda tinib tinchiydi. Kiramiz. Zeleniy zona, gullar bor, pag'alajon, margariski, rayhonlarga vaji gap yo'q. Bismillah deb sekin kiramiz ichkariga. Voy. Mamoli, voy jonim, mana. Bismillah, eshiklar emdeb ekan. Bismillah deb kiramiz. Xo'p, kirganda o'ng qo'lda menga chapsiga 10 bo'ladi. Kattagina xona bor mana. Holati yaxshi, tayi nima ekan? Linoleum, ali mivatdan qo'ygan ekan. Duvorlar aboy qilingan, tevalar, dekor plas, shkaf, konditsioner bor, kondiyor. Remontiga gap yo'q. Endi eshik. Xo'p, kiraverish to'g'rida o'zini alohida dushovoy, unitaz, rakvinasi bor. Divorlari dekor plas qilingan ekan. Endi bu yana bitta xona. Holati zo'r, ha? O'g'ilni uylantirsangiz, mana shu yerda o'tiradi. Hammom bor, mehmonasi mazza. Ashlatib qo'yasizlar. Yuraveramiz sekin. Xo'p, bismillah deb kiramiz. Bo'lyapsizmi? Akalar, keyin alohida kiramiz. Bu endi hozuvor qarang. Ko'pchilik aytadi, Dimrodjon, Komsomolskiyda gaz yo'q deydi-da. Mana qarang, gazni qarang mana. Gaz vajan yonyapti. Mana, ko'ryaptimi? Azbek. Voy. Mana. Pajatiramiz. Bayon qilamiz. Xullas kalom, hurmatli mijozlar, gazimiz ikki tomondan kelgan ekan. Shahardan hamda bu tomondan kelgan gaz ikki tarafdan kelgan. Gaz qarang, polni gaz mana kelyapti. Gaz zo'r demoqchiman. Shikalat вообще. Xo'p, bu tomonda hammom, sanuzel, u tomondan kirsa ham bo'ladi, bu tomondan kirsa ham bo'ladi. Baqa kiraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverish. O'ng tomonda xo'p, hammom. Hammom bola, zo'r bola. Ichkarida joy ekan. Endi bag'i eshikni yoqib turamiz. Endi bu tomon hojatxona. Ha? Bu tomon kiramiz mana. Endi qarang. Batimiz oshxona, issiq, duolimiz, pishig'ish bu tomon. Bu tomon pishig'ish hamda chicha-chilaga bilan urgan ekan. TVP, taypol. Mana shu oshxonani tayi ham shunchalik parvo qilingan ekan. Yuraveramiz. Koridor, qayerdan kirardik hozir? Adam kelganimizda kiraveramiz. Xo'p, endi qarang, kattagina xona, terrasa deyilyapti. Uy issiq qarang, mazza, ha? DVP ekan, taypol qilingan, uy chiqishda bo'lgan. Katta terrasda, endi buni planli qilib turib, xoling 2 ham bo'lsa ham bo'ladi, bo'lmasa ham bo'lavergan joy ekan. Kelaveramiz. Chapda 10 uyimiz bor, chapga kiramiz. Holati yaxshi. Inshaalloh mashina qilib turolmaysiz 2 minut, qo'lingiz kuyadi. Pash issilgan, gazni ko'rdingizmi? Ochamiz, baq. "Ey, kim keldi?" "Ha, hozir chiqaman" degan joy ekan mayt. Anaqa qo'yasizlar, aynan o'tirmaysizlar maytdan. "O'la aka, ha bu chiqaman" degan joy ekan, shu joy bo'ladi. Eshik MDF. Bu tomon detskiy xona. Detskiy xona. Endi bu tomonda ham xona bor ekan mana. Xona endi akalar qarang, zo'r.
Dual kosmetika tayyor pol qilingan, Roma akva qilingan, oldi agoroti bor, rishotkalari bor, atalvina bor ekan. Ha, holat yaxshi. Endi bu tomonda yana bitta xona. Xonaning holati yaxshi, tayyor pol qilingan. Atalvina issiq. Akvaron, ko'cha tomon. Farg'ona shahar sentrida bo'lyapti, Komsomolskiyda, katta yo'lda bo'yida uyimiz sotilyapti. Narxini akamiz 98 ming AQSh dollar deyapti. Savdolash imkoniyat bor. Mobodo yo'qsa, telefon qiling, olib kelaman. Aka bilan o'tirib, maslahat qilib savdolashamiz. Aka, savdolash imkoniyat bor. Zo'r joy ekan. 5 sotik 8 xona hovli sotilyapti. Holati zo'r. Kelasiz, yashaysiz. Agar ko'ningiz bo'lmasa, kelasiz, ustani chaqirasiz, bozorga borasiz. Bunyodjon degan aboychi ukam bor. Aboyni beradi, mana shu yerga chiroyli. Aboy qilasiz, tevani natijani qilasizmi, attachini qilasizmi? Menimcha shu gap bo'lsa kerak. Hozir aboydan nimasi o'tdi? Brendi. Hamma imzo o'tdi. Imzo endi odamga o'zi havo beradi-da. Aboy endi aboy. Mayli. Bu qadar qarab gaplashamiz. Holat zo'r mana endi jihozlarini qoladimi, qolmaydimi bilmayman. Gaplashamiz. Aka o'zimiz qadrdon kelib savdo qilamiz. Mobodo deyman-da. Dilmurodjon, shu qo'limda 60 ming dollar pul bor, qolganini nima qilsam ekan deydigan bo'lsangiz, akani qo'niga qo'yib solib ko'raman. Ikkilamchi beradigan bo'lsa, adam gaplashib beramiz. Ikkilamchi degan bo'lsa, 60 ming pulni bankka qo'yasiz, qolganini bankdan olib shakllantirib sotuvchiga beramiz. Siz bank bilan o'rtoq bo'lasiz. 10 yil degan joydan. Ha.